Qabr, yer, ya'ni har kuni 3 kalima so'z aytar ekan. Buni inson bolasidan boshqa barcha maxluqotlar eshita olar ekan. Qabr har kuni nido qilar ekan: "Ey odam farzandi, chirog'ingni olib kel. Ey odam farzandi, qurol yarog'ingni olib kel. Ey inson, o'rin to'shaging bilan billa kelgin. Man qorong'ulik makoniman. Man zahu zahmat makoniman. Man ilon chayonlarning makoniman." Ammo bu dunyodan hech bir inson shag'am bo'lsa ham ko'tarib kirganini hech kim ko'rmagan. Yoki bo'lmasa mana shu qabrda biron narsalar ozor yetkazmasin deb hech kim unga sovut yedirib qo'yganini ham ko'rmaganmiz va bo'lmaydi ham, bo'lmagan ham. Demak, qabrning bu 3 ta kalimasi nimaga dalolat etar ekan? Qabrda bo'ladigan chiroq insonning bu dunyoda o'qigan tilovati Qur'onning har bitta harfi bittadan chiroq, har bitta oyati bittadan chiroq bo'lib qabrni yoritguvchi, ya'ni munavvar etuvchi chiroqlar bo'lar ekan. Insonning bu dunyodan olib ketadigan qalqoni nimadan iborat? Uning qalqoni xayru ehsoni. Ko'zimiz ochiqligida qilgan xayru ehsonlarimizning albatta ajrini qabrda va oxiratda albatta ko'rajakmiz. Va oxirgisi o'rin to'shaklarimiz nimadan iborat? Biz bu yumshoq paryastiqlarga, yumshoq o'rindiqlarga o'rganib qolganmiz. Hattoki tagimizga ko'rpacha solinmasa o'tira olmaydigan darajada o'zimiz izzat nafsimizga berilib qolganmiz, azizlar. Qabrda o'sha 4 metrlik kafan bizga ham o'rin to'shak, ham yumshoq parto'shak bo'lishi mumkin. Qachon? 5 vaqt namozlarimizda mukammal bo'lib, tungi ibodatlarni, tahajjudlarni, qiyomul layllarni ado etsakkina bizga qalin o'rin to'shaklar bo'lishiga xabar berilgan. Shunday ekan, muhtaram opa-singillarimiz, ba'zi insonlarning qabrida chiroq go'yoki bir sham yorig'icha bo'lib turar ekan. Uyingizda chiroq o'chganda shag'amning yorig'ini ko'z oldingizga keltiring. Faqat o'sha stolingizni, xon taxtangizni yoki bo'lmasa birgina xonangizni zo'rg'a miltillatib oldingizni yoritib beradi. Kim ular desa, bu dunyoda shu Qur'on harflarinigina tanigan insonlarniki faqatgina sham misolida yorib turadi. Ba'zi insonlarniki esa fonus yoqqaniday. Fonus sal yo'ringizni yoritadi, biroz sal yorig'i kengroq bo'ladi. Bular kimlar desa, o'z ko'zi bilan Qur'onni o'qiy oladigan insonlar. Ammo lekin bir toifa insonlar bo'ladi deyilgan. Ularning qabrlarida qorong'ilik bo'lmaydi. To'lin oy balqigan kechadek doim yorug' munavvar bo'ladigan qabrlar kimlar desa, Qur'ondan bir qancha suralarni qalbiga yod etgan inson